Fakt 24'da agrar sektor. Bugun yilning 4 faslida bozor va do'konlarimizdan qulupnay arimaydi. Shu bois mirishkorlarimiz ushbu mahsulotdan yil davomida yaxshigina daromad topmoqda. Hamkasbimiz O'g'ilboy Boltaboyeva Toshkent viloyati misolida mavzuni davom ettiradi. Biz Toshkent viloyatidamiz. Toshkent viloyatidagi bugun usta dehqonlar qulupnaydan ham ustakorlik bilan daromad olishyapti. Koreya texnologiyasi asosida mana shu bunyod etilgan ushbu gidroponik usulda olinayotgan qulupnayda bugun tadbirkorlar 6 oy davomida yuqori hosil olishyapti. Bu Koreyadan olib kelingan Sorian navi, bunda hosildorlik yuqori. 30 sotiq issiqxonadan xarajatlardan tashqari 6 oy davomida 400 million so'mdan yuqori daromad olayotgan Doniyor akadan dehqonchilikda ham, tadbirkorlikda ham o'rganadigan jihatlar ko'p. Koreya texnologiyasi asosida 6 oyda qulupnaydan 6 marta hosil olishni uddalayapti. Muhim jihati u yerdan ham, suvdan ham tejamkorlik bilan foydalanayotganida, tomchilab sug'orish texnologiyasidan foydalanayotgani va 2 qavatda qulupnay yetishtirishi unga ko'zlagandan-da yuqori hosil olib kelmoqda. Ko'chatni o'zim olib kelganman Koreyadan. Ekishdi mana gidroponik usulda. Endi buni bilish kerak. Texnologiyani yaxshi o'rganib, keyin ekish kerak. Ozgina xato qilib qo'ysa, gidroponikada juda qiyin. Yerga ko'taradi yer hamma narsani, lekin gidroponikada juda qiyin. Qaysi oy ekiladi buni? Endi o'zi bizada ko'pchilik avgustda ekadi. Biz sentyabrda ekamiz. Chunki Sorianning ma'nosi qishki mavsum degan ma'nosi bor-da. Kuzda ekkanning ma'nosi ko'chatni yetiltirib, kuni bor, vaqti bor. Qishda hosilga kiradi. Yetilgan ko'chatni bilib eksa, 40 kun bilan 30 kun orasida gulga kirib, 60 kunda o'zi terim qiladi. Keyin shu bilan moygacha beradi. Siz hozir nafaqat suvni ekonom qilibsiz-da, balki yerdan ham ustamonlik bilan foydalanyapsiz. Bugungi iqtisodiyotchi shu mana shundan foydalanish kerak. Gidroponikada mana hozir 30 mingta ko'chat bor. Bo'lmadi deganda 300 grammdan olamiz. 9 tonna, 10 tonna hosil bor. Bugun O'zbekistonda 3015 ta issiqxona xo'jaliklarida 5120 gektar maydonda turli mahsulotlar yetishtirilmoqda. Agrosanoatni rivojlantirish agentligi oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash va yerdan unumli foydalanish, hosildorligi yuqori bo'lgan navlarni keng qo'llash, eksportbop mahsulotlarni yetishtirish bo'yicha zamonaviy loyihalarni yer egalariga taqdim etmoqda. Joriy yilda ham minglab gektar maydonlarda mana shunday yuqori daromadni kafolatlaydigan issiqxonalar yaratish ishlari olib borilmoqda.